Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan yangi O'zbekiston ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlarning xalqaro reyting va indekslarda aks etishi mavzusida gaplashamiz. Bugungi darsimizda siz bilan ijtimoiy iqtisodiy soha indekslari haqida qisqacha ma'lumot hamda O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rni yaxshilanishi, O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar haqida ko'rib o'tar ekanmiz. Xalqaro reyting va indekslarning ahamiyati nimalardan iborat? Albatta, har bitta davlatning rivojlanib borishi xalqaro miqyosda tan olinishi bilan belgilanadi va ulardagi obro'si yoki bo'lmasa ulardagi rivojlanish aynan mana shu xalqaro tashkilotlar tomonidan yuritiladigan reyting va indekslar tomonidan baholab boriladi, monitoring qilib boriladi va uning natijalariga ko'ra bu mamlakatlar bilan munosabatlar kengaytirib borilishi mumkin ekan. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, mana xalqaro reyting va indekslarning ahamiyatiga bir necha omillar mavjud. Bunda investitsion muhit, xorijiy investorlarning ishonchini mustahkamlash yoki aholi farovonligi, turmush darajasini xalqaro andozalar asosida baholab borish, davlat boshqaruvi, O'zbekistonning dagi organlarning xalq manfaati uchun xizmat qilish ko'rsatkichi, tizimlashtirish, barcha sohalarni monitoring qilish va rivojlantirish kabi omillar mavjud bo'lar ekan. Bu omillarga asosan davlatning siyosati va mas'ul idoralari ish olib borar ekan. Demakki, bu davlat siyosatini olib borishda Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi, iqtisodiy erkinlik va biznes yuritishni indekslari uchun mas'ul bo'lgan vazirlik hisoblanadi. Adliya vazirligi esa xalqaro reytinglar bilan ishlash bo'yicha muvofiqlashtiruvchi organ hamda Respublika kengashi islohotlarni tizimli nazorat qiluvchi yuqori organ sifatida Prezident farmonining 6003 sonli farmoni asosida belgilab qo'yilgan ekan. Reytinglardagi o'sish dinamikasiga qaraydigan bo'lsak, keyingi yillarda mana biznes yuritish 81 pog'onaga ko'tarilganligini, ya'ni 2011-yildan 2020-yilga qadar bo'lgan davrdagi ko'rib o'tishimiz mumkin. Yoki iqtisodiy erkinliklarni qaraydigan bo'lsak, bu ham oxirgi 4 yilda aytishimiz mumkinki 52 pog'onaga ko'tarilganligini, yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Yoki logistika samaradorligini 19 pog'onaga ko'tarilishi so'nggi yillarda albatta bu. Keyingisi esa inson kamoloti indeksi. Bu albatta mamlakatimizda odamlarning turmush sharoitining yaxshilanishi yoki ularning o'sha o'rtacha umr ko'rishining uzayib borishi bilan belgilanar ekan va bu 7 pog'onaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, boshqaruv sifatida indikatorlar orqali bizlar Jahon bankining indikatorlari orqali bizlar ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana bilamizki, mamlakatimizda korrupsiya bu dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgan singari bizda ham ijtimoiy hodisa hisoblanadi. O'shaning uchun ham bizdagi korrupsiya mavjud deb hisoblaymiz va uni nazorat qilish bir pog'onaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin keyingi yillarda. Hukumat samaradorligi esa 3 pog'onaga ko'tarilganligi, normativ sifat esa 7 pog'onaga, ya'ni normativ sifat deganimiz o'sha qonunchiligimizda o'sha bo'shliqlarni to'ldirish, yangi tartiblarni, qonun, farmonlarning ishlab chiqilganligi natijasida mana shunday darajaga yetishgan ekanmiz. Qonun ustuvorligiga ko'ra esa o'sha yuqorida aytganimiz qonun ustuvorligi da qonun bo'shliqlarini to'ldirish maqsadida ishlab chiqilgan qonunlarga amal qilish va uni
tegishli organlar tomonidan nazorat qilib borilishi 4 pog'onaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki so'z erkinligi ham xuddi shunday. Mana ko'rib turibmiz, hozirgi paytda o'sha turli ommaviy axborot vositalarining faolligi oshib boryapti. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik ham ancha ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan bizlar aytishimiz mumkinki, bu soha 5 pog'onaga ko'tarilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin ekan. Albatta bunday jahon xalqaro reyting va indekslarda ko'tarilib borilishi mexanizmlari ishlab chiqilgan va bu mexanizmga ko'ra albatta birinchi navbatda monitoring yuritish, ko'plab masalan Fitch, S&P kabi agentliklar hisobotlarini doimiy tahlil qilib borish yoki portallar orqali, ya'ni o'sha elektron hukumat orqali O'zbekiston xalqaro reytinglarda yagona milliy portalining faoliyati mavjud ekanligi yoki nazorat qilinishi, o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasining qonun ijodkorligi orqali reytinglarning yaxshilanishiga ishtirok etish va boshqalar. Demak, mana shunday ularni nazorat qilib borish va tahlil qilib borish mexanizmi mavjud ekan. Bu mexanizm orqali demak indeks va reytinglarning ko'tarilishiga olib kelar ekan. 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasi ishlab chiqilgan mamlakatimizda va bunda asosiy narsalar, ayniqsa ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy jihatlarni bizlar yalpi ichki mahsulotda ko'rishimiz mumkin ekan. Bunda 2,1 baravarga oshirish 2030-yilgacha yoki aholining daromadlarini ham xuddi shunday yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4,5 mingdan ziyodga yetkazish AQSh dollariga. Albatta bu keyingisi esa bu kambag'allik, ijtimoiy jihatdan o'sha kambag'allik darajasida turgan aholini davlat tomonidan himoyaga olish va ulardan kambag'allikdan chiqarish, ya'ni kambag'allikni 2 barobarga qisqartirish holatini ko'rishimiz mumkin ekan. Bunda albatta mana eng yuqori albatta poytaxt turadi. Toshkentda 11,3% tashkil etgan bo'lsa, Farg'onada esa 8,1% tashkil etadi. Albatta bular Toshkent, Sirdaryo, Namangan, Jizzax, Farg'ona viloyatlari birinchi 5talikka kirar ekan. Demakki, strategik amalga oshirish bosqichlari ham mavjud. Bunda 2019-yildan 2021-yilgacha bu deb hisoblangan o'sha harakatlash strategiyasi makroiqtisodiy barqarorlik va bozor munosabatlarini poydevorini qurishga asoslangan edi. 2022-2025 yillarda esa sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va tarkibiy o'zgarishlarga olib kelish kerak edi. 2026-2030 yillarda esa eksportga yo'naltirilgan yuqori texnologiya iqtisodiyotiga o'tish bo'lib hisoblanadi. Mana shu demak bosqichlar orqali demak o'sha yuqorida aytib o'tgan omillarga erishishimiz mumkin ekan. Shu bilan birgalikda mana muvaffaqiyatning asosiy omillari nimalarga bog'liq ekanligini ko'rib o'tamiz. Demak, inson kapitaliga bog'liq, ya'ni ta'lim, kadrlarni, zamonaviy bilimlarni transformatsiya qilish. Ikkinchisi esa mintaqaviy rivojlanish, mahalliy resurslar va klasterlar tizimidan samarali foydalanish. Uchinchisi esa albatta xorijiy investitsiyalar hajmini 7 baravarga oshirish kabilar kirar ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu davrda demak O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslarda ko'tarilib borishi xalqaro hamjamiyatlarning raqobatbardosh a'zosiga aylantiradi degan xulosaga kelamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.